Hello everyone. Sizlar bilan men Alfa. Bugun biz sizlar bilan Minecraft o'yinida yog'och chopmasdan yashab ko'ramiz. O'ylaymanki bu qiziqarli bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Unda qani videoni boshladik. Hello everyone. Xullas, men videoni boshida aynan nima qilishimni aytdim. Demak, video nima haqida bo'lishini bilasizlar. Biz daraxt chopmasdan yashab qolamiz. Qani bro, ketdikmi unda? Bro, xo'p deyapti, unda olg'a. Ketdik. Xo'sh, shuna qilib biz daraxtlarni, bariklarini sindirib ko'ramiz, chopib ko'ramiz. Balkim cho'p tushib qoladi deb. Keyin yerdagi mana nima desa bo'ladi? Xazon, xazonlarni ham chopib ko'rishimiz kerak. Xazon ham bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa mana shu yaramas qo'ylarni o'ldiraylik. Qo'yni o'ldirsak, bizga ancha katta foyda bo'ladi. Chunki undan go'sht ham tushadi va uni juni tushadi. Mana savannaga ham shu yaqin atrofimizda ekan, kelib oldik. Bu yerda g'or bor ekan. G'or ancha chuqur, g'orga tusha olmaymiz. G'orda moblar bor. Bu yerda esa bir gala qo'ylar bor ekan. Bir gala emas endi, 4 tami, 3 tami bor ekanda. Qani bularni ham endi sekin-sekin o'ldirib tashlaymiz. Qani bittasini ketdi. Hozir qolganlarni ham o'ldiramiz. Mana bunisini ham, kulrangini ham hozir o'ladi. Bu yaramas. O'lmasdan qayerga ham borarding? Bunisi ham o'ldi. Endi bunisi hozir sen ham o'lasan. Qayoqqa ketasan? O'lmasdan. Qani endi yo'limizda davom etamiz. Savanna. Xo'sh. Agar o'ylab ko'ringlar, sizlar daraxt chopmasdan Minecraft qanday boshlagan bo'lar edilaringiz? Sizlar ham xuddi menimcha mana shunday qilib ko'rgan moblarni yoki qo'y, shunga o'xshash sigirlarni o'ldirib boshlar edilaringiz, to'g'rimi? Chunki oldingizda daraxt turadi. Daraxt shunday chopib tashlaydigan instrumentlar yasasa bo'lardi, lekin bizda endi unaqa emas. Bizning sharoitimizda unaqa bo'lmaydi. Chunki biz daraxt chopa olmaymiz. Eng kerakli narsani-ya, daraxtni-ya. Qaranglar, hozir sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Ana, qanday? Cho'lga teleport bo'ldik. Hazillashdim, jigarlar. Teleport qilmayman. Shunchaki kesdim-da u joyini. Kesdik. Qani. Xo'sh. Bizga eng kerakli narsalardan biri bu shakar qamish. Shakar qamishni chunki qo'lga olsa bo'ladi. Va mana bu nima desa bo'ladi? Qurib qolgan o't deymiz. Bo'ladimi? Qurib qolgan o'tlarni ham sindirsak, ulardan cho'p tushishi mumkin. Ana piramida. Piramida bizga juda ham kerak. Piramidaning ichiga tushish uchun birinchi bloklar olamiz. Bloklar bizga juda ham kerak, albatta. Chunki piramidaning ichiga sakrab tushsak, keyin qanaqa chiqamiz? Sakrab tushmaymiz ham hatto. Jonimiz ketadi. Jonni esa hozir to'ldirish juda ham muammo bo'lib ketgan. Uni pishira olamiz. Pishirishga tosh yo'q. Nega tosh yo'q deysizlar? Baxib pechkani toshdan yasaydi, to'g'rimi? Sindiramiz qani unda. Ichiga sekin tushish uchun. Endi bunisini sekin pastga tushamiz endi. Voy, juda ham ko'p vaqt oladi. Sindiramiz, lekin endi balkim normalniy lootlar chiqib qolar deb, albatta. Normalniy loot chiqsa albatta bizga foydali, to'g'rimi? Agar oltinni pishirilgani bo'lsa, bu bizga albatta yasashga yordam beradi. Boltadan keyin bolta emas, kirkadan keyin toshlarni chopaverardik. Voy, shunaqa ham loot bo'ladimi? Zombini ko'rsa va skeletni lootlari. Xo'sh, bo'pti, biz sandiqni ham olaylik. Sandiq kerak baribir bizga. Sandiq normalniy narsa. Resurslarni solishga albatta kerak bo'lib qoladi. Bu yerda hamma narsa mobdiki va keraksiz qumlar. Sandiq bu yerda eng yaxshisi o'zi ham. Xo'sh, sandiqni sindiramiz. Bu ana oltinni qiymasi-yu. Bu juda ham zo'r degani.
Biz endi kirk yasashimiz mumkin, lekin bitta narsa xalaq beradi. Bizda verstak yo'q, verstak. Verstakni qanaqa yasaymiz? Qishloq topishimiz kerak, qishloq. U oltin olma bo'ladi, sehrlangan bo'lmasa ham, oddiy oltin olma ham bo'ladi. G'ajishga bo'ladi. Xullas sandiqni olamiz. Hozir oldik sandiqni, endi tepaga sekin chiqib olamiz. Adashmasam tun tushgan bo'lsa kerak. Yorug'likdan shuni sezyapman. O'sh, chiqib olamiz. Hozir chiqaman. Bag bo'ldi. Qani olg'a. Chiqamiz. Ha. Aytganimday, tun tushibdi. Endi mana shu yaramaslar bilan yo'q, sal qoldi-ya. Voy. Ko'rdingizmi? Bugni. Shunaqa lifehack bor edi-da, lifehack emas. Sinalgan narsada creeper portlashdan oldin shu oldiga bitta blok qo'yib qo'ysangiz, ya'ni oyog'ingizni yashirsangiz, atiga yarimcha joyingiz ketadi portlashdan. Bu albatta juda ham zo'r degani. Xo'sh, bu yerda zombilar ko'payib ketyapti. Shuning uchun teparoqqa chiqib olaylik. Nega tepaga desangiz, kamonchi ham otib qo'ymasligi uchun tepaga chiqib olyapmiz. Xo'sh. Bu yerlarda menimcha yaqin atrofda qishloq bo'lmasa kerak. Yana bilmadim. Bo'pti, sekin biroz pastga tushib ko'raylik. Yana bu yerda eng yomon narsa nima bilasizlarmi? O'rgimchak. O'rgimchak tunda hujum qiladi va tepaga chiqa oladi. Ana bizga eng kerakli narsalardan biri bu xalta ekan-ku, jigarlar. Endi xaltaning ichiga narsalarni solsak bo'ladi. Xo'sh, solamiz. Hozir solamiz. Narsalarni taxlab olay. Ana hozir sizlarga aytaman nima bo'lganini. Xullas, ana bu yerga o'rgimchak chiqib oldi. Chiqaman dedi. Men esa urushini kutib o'tirmasdan sraz suvga sakrab oldim. Suvga sakrasam, bular orqamdan uchib kelib olishdi o'zi ham. Skelet suvga tushdi. Keyin esa bitta narsa bilasizmi? Skeletlar suvda otolmaydi. Lekin ana ko'rdinglarizmi? Suvni ichida yoniga kelsangiz, xuddi zombiga o'xshab uradi. Ursa ham normal jon oladi bu yaramaslar ham. Mana yerda o'rgimchak ham kelib oldi bir pastda. Bunga nima balo bor edi o'zi ham bor-ku, hey. Endi qilichim bo'lganda o'zim bilardim. Normallik kuchay bo'lgan bo'lardim o'sha agar daraxt chopganimda hozirgacha. Kamida temir bo'lgan bo'lardim. Men sizlarni ishontirib ayta olaman. Voy, endi sekin yana yo'lga tushamiz. Bitta joyda tursak baribir hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun aylanib, o'rgilib, hamma narsani qidiramiz. Albatta bizga eng kerakli bo'lgan narsalardan biri va albatta qishloq. Qishloq topish kerak. Aytgancha, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Axir mehnatimni qadrlaysizlar-ku, to'g'rimi? Men sizlarga shuncha qiynalib video olsam-ku, sizlar shunchaga bitta like bilan obuna tugmasini bosmasalaringiz alam qiladi-da. Sizlar uchun juda ham oson ish-ku. 5 soniya ham ketmaydi shu like bilan obunani bosishga. Lekin men uchun juda ham bir katta bu motivatsiya, ya'ni keyingi videolarim chiqishiga yordam beradigan eng omili mana shu bo'ladi o'zi. Qilgan ishini odam annaqasini ko'rsa nima desa bo'ladi? Rohatini ko'rish uchun nimadir bo'lish kerak-da. Bu yoqqa kirib olaylik, balkim zombilar bizga tegmay turadi. Biroz vaqt o'tishini ham kutamiz. Bo'p, sizlar uchun kutmayman. Video zerikarli bo'lib qoladi. Tunda aylanib yuramiz. Axir zerikmay turishlaringiz kerak, to'g'rimi? Albatta to'ppa-to'g'ri. Qani o'tamiz, sakraymiz, ketamiz. Qani olg'a. Xo'sh. Yo'l yurdim. Yo'q, zombini iti bu, zombini iti. Zombini itidan qochish kerak. Ya'ni bu zombini bolasi, ana yertagi voy, buni qaranglar. Ot ustida zombi, ya'ni yangi versiyada qo'shilganlar. Qatta qo'lida nayzasi ham bor. Agar ot tez yugurib nayzasi bilan tiqvasa bormi, o yaramas zombi menga. O'lishim mumkin. Xo'sh, aytgancha, zombini bolasi nega u biroz qiyinchilik keltiradi bilasizlarmi? Chunki uni hajmi kichkina. Tushunasizlarmi? Hajm kichkina bo'lgandan keyin urush ham muammolashadi va u oddiy zombiga qaraganda tezroq yuradi. Creeper, o'y. O'zi gapirib bo'lmaydigan bo'lib qopti-yu bu yerda, bor-ku. Hamma yerda moblar.
O'zi tunda mob yo'q, joyni o'zi bo'lmaydi, shuni bilasizlarmi? Agar creeper bo'lsa, suv eng yaxshi chora, chunki suvda turganda portlash nima bo'lsa bo'ladi. Portlashdan aniq uron olinmaydi. Xo'sh, ketdik. Shakar qamishlar. O'zi cho'lda shakar qamishlar ko'p bo'ladi, suvning yonida albatta. Chunki shakar qamish faqat suvni olib o'sadi. Xo'sh. Albatta cho'plarni olib. Ko'rdingizmi sizlar ham men ko'rayotgan narsani? Va axir ana otdan ham yomoni-yu. Tuyani ustiga ikkita mob chiqib olgan. Bittasi skelet va bittasi zombi. Zombini nayzasi bor. Yana tuya normal tezlikda keladi. Agar shu quvlab ketsa bormi ajal mashinasi? Ancha yomon bo'ladi. Yo'q, qo'lyapti. Qochish kerak. Xo'sh. Men agar hech narsam yo'qligini hisobga olsak, u bilan urishish ahmoqlikka teng. Yaxshi kelmayapti. Yaxshi. Ya'ni tuya ham bor ekan. Afsus. Ana o sandiqlarning ichidan, lootlarning ichidan bitta egar chiqmagan edi. Tuyada ketardik. Ovqat masalan muammo bo'lmas edi. O'zi egar keraksiz vaqtlar juda ham ko'p chiqadi boru. Bu yerda esa umuman chiqqani yo'q. Nima ham deya deganda. Shakar qamishlarni olib, ana cho'plarni sindirib yuramizda endi kunni o'tkazib. Agar sezgan bo'lsangiz 1 kun bo'ldi. Ya'ni 1 kun degani 20 daqiqa degani. Nima desam bo'ladi? Chunki Minecraftda tong 20 daqiqa. Tong 10 daqiqa, tun 10 daqiqa. Demak, ikkalasi 20 daqiqa bo'ladi. Demak, men o'sha 20 daqiqadan ko'p o'ynab bo'ldim. Shuni tushundingizmi sizlar? Hozir men nima qilmoqchiman? Hozir men bir qishloqcha topmoqchiman. Endi qishloq ham ha deganda chiqavermaydi. Uni normalniy mehnat qilib izlash kerak. Xo'sh. Mana shakar qamishlarni olib ketsa yaxshi-da baribir. Balkim kuchayib ketsak keyin kerak bo'ladi. Aslida kerakli narsa, juda ham kerakli narsa. Shakar qamish eng keraklisi o'zi bu. Undan qog'oz yasab bo'ladi. Qog'ozga porx yasasa bo'ladi yoki kitob yasashga ishlatiladi. Shu shakar qamish eng kerakli narsalardan biri hozircha. Faqat kelajakda. Olib qo'ysak ziyoni yo'q. Hozir biroz manzarani tomosha qilsak, chiroyli manzara ekan. Xuddi kanyonga o'xshaydi, jigarlar. Mana ona go'zallik desa bo'ladi. Haqiqiy go'zallik. Hozir yana biroz kutinglar. Oldiga boramizmi? Yo'q, yoki boramizmi? Yana bilmadim. Keyla undan ko'ra do'stimizni qidirib ko'rmaymizmi? Hozir do'stimizni qidirib ko'ramiz. Birinchi mana shu endi kunimiz mana shu zombini go'shiga qo'ygan. Chunki boshqa ovqatni yesak ham bunaqa ko'p jonimiz to'lmaydi. Zombini go'shi hech bo'lmasa ikkita ovqat to'ldiryapti. Yaxshi, faqat atroflenasi bor, ich og'rishi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Albatta, ya'ni do'stimizni qidirmoqchi edik. Qaranglarda yangi versiyada shunday narsa qo'shilganda darajani tagida o'sha do'stingizni rangi ko'rsatib turadi, ya'ni nuqtacha. O'sha nuqtaga qarab borsalaringiz, do'stingizni aniq topasizlar. U ham oddiy-da, nima desa bo'ladi, oddiy balansda bir sherik bo'lib ishlash bo'lmaydi u. Agar hozir yonimda yurgan bo'lardi, agar sherik bo'lsa, ya menda xohlagan joyda yuradiganlardan aytganga kirmaydi, xo'sh. Mana yerda endi bir qandaydir g'alati bir chuqurcha bor ekan. Ana endi ketamiz bu yerdan. Babab lekin ketdik endi. Qani 1 2 3 olg'a. Xo'sh, albatta endi biz ana shakar qamishlar ko'p ekan. O'shalarni olib olaylik birinchi o'rinda. Keyin u yerni o'ylab ko'ramiz. Xo'sh. Cho'l bo'lgandan keyin o'zi
Daraxt bo'lmaydi. Hech bo'lmasa bu daraxt ko'rib alamim kelmaydi. Nega chopa olmayman deb. Cho'l aslida qishloq chiqishi oson edi, lekin chiqmayapti-da. Aksiga olib bu yerlarda qishloq ham. Bunaqa biyomda nomini bilmas ekanman, lekin ko'rganman bunaqa biyomda, nomini esimdan chiqib ketdi. Bu yerlarda ana shaxtalar ko'p chiqar edi bu biyomda. Xo'sh, endi qayerga boramiz? Qayerga? Hop, sekin unda pastga tushib olaylik, suv orqali boramiz. Qani ketdik suvda. Suv bizni manzilimizga olib boradi. Ketamiz, bu yerlardan bosh olib ketamiz xullas. Do'stimiz tomon boramiz. Agar sezgan bo'lsalaringiz. Men do'stimning oldiga ketyapman. U qanday ekan? Balki u kuchaygandir, qishloq topgandir. Yana bilmadim yoki ahvoli mendan ham battardir. Endi buni oldiga borsak ko'ramiz. Xo'sh. Aytgancha, agar sezgan bo'lsalaringiz, men YouTube'da yangiman. Agar qo'llab turib, shunaqa like bosib, obuna bo'lib tursalaringiz, shunaqa videolardan, bundan ham sifatli videolardan yana ko'proq chiqadi. Albatta, buning uchun nima qilish kerak? Like bosib, obuna bo'lish kerak. Xo'sh. Hozir do'stimizni topamiz. Nuqta ham ancha kattalashib qoldi. Qani endi yuguramiz. O'sha tomonlarda bo'lsa kerak. Taxminan ana shu ko'rinib turgan tog' tomonlaringizda bo'lsa kerak. Xo'sh, do'stimizning oldiga ketayotgan edik biz. Xo'sh, ketyapmiz. Hozir ana shu tomonlarda, aniq o'sha tomonda. Ana, ko'rdilaringizmi? Ana shu yerda. Nima qilganu, turibdimi, yana bilmadim. Sekin qochish kerak. Nimaga ekanligini keyin ko'rasizlar. Hozir men ko'rib qoldim. O'tkir ko'zmanda endi nima deysizlar? Hozir mana shu molni o'ldiraylik, keyin ko'rsataman. Mana qaranglar. Hozir ko'rsataman. Ana shu yerda 3'dan ko'targan zombi turibdi. Ko'rdingizmi? Ya'ni nayza ko'targan zombi. Agar o'shani bitta zarbasi tegsa ham o'lib ketishimiz mumkin. Shuning uchun sekin qochish kerak. Jigarni o'ldirib qo'ydi-yu. O'ldirib qo'ydi. Xullas video shu joyda tugaydi. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang, chunki tezroq men 10 mingta bo'lishim kerak. Unda tomosha qilganingiz uchun rahmat. Hammaga bye bye.